Xo'p o'rtoqlar, biz navbatdagi obyektimizdamiz. Xo'p, bu qanaqa do'kon o'zi aka? Xo'p, biz hozir parking molda turibmiz. Parking molda biz ko'pgina obyektlarni, ya'ni ko'pgina do'konlarni patologini qilib berganmiz. Bu aynan hozir turgan do'konimiz mebelniy do'kon bo'lyapti. Aka ko'rib turibman, patologi zo'r chiqdi. Yororibsizlar qisqa qilib aytganda. Shu patologga dizayniga qancha vaqt ketdi? Xo'p, patologini dizaynni o'ylashimizga, chunki tayyor dizayn yo'q edi. O'ylashimizga bir 3 kun, 4 kun vaqt ketdi. Sababi klientni, ya'ni mijozimizga yoqmadi. O'zimiz har xil variantlar ko'rsatdik, shunga bir 4 kuncha vaqtimiz o'tib ketib qoldi. Demak, agar do'konlarda o'zida dizayn bo'lmasa, sizlar o'zingizlar ham dizayn yaratib bera olasizlar. Albatta, biz o'sha qanaqa do'konligiga qarab, nima bo'layotganligiga qarab, o'zimiz dizayn qilib bera olamiz. Xo'p, buni o'rnatishga qancha vaqt ketdi endi? Xo'p, reyishli bo'lganligi sababli klientni joyiga moslab ishlab chiqarib berishimizga 1 kun, ustanovkasiga 1 kun. Общий umumiy olganda 2 kun vaqtimiz ketdi. Demak, 2 kunda o'rnatib berasizlar. Albatta, 2 kunda o'rnatib beramiz. Ya'ni bu mebelli do'kon bo'lganligi sababli mana bunaqa mebelli ranglarni ham kombinatsiya qilib ishlatganmiz. Xo'p, do'stlar, ko'rib turibsizlar, qanaqa dizayn, qanaqa zamonaviy stilda qilinganini. Agar sizlar ham ofisingizga yoki biror bir obyektingizga zamonaviy stildagi patologlar kerak bo'lsa, bemalol Patologich kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki ushbu raqamlarga murojaat qiling.